Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar podpischiklarim, tinchmisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Meni kuzatib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan, like bosmay turgan podpischiklarimizga hammaga katta rahmat. Bugun men sizlarga nimani aytmoqchi edim? Bir kishi kommentariyaga yozganda ancha oldin, ana shu kompyuterni nastroykalarini ko'rsating deb. Bundan oldingi boshdagi videolarimga kompyuterni ko'rsatib o'tgan edim, qeri nima graduslarini, lekin nastroykalarini chuqur ko'rsatmagandim. Ana endi hozir men sizlarga o'sha nastroykalarini polni ko'rsataman. Hozir kuratnikka o'tirib ana kompyuterni yoqdim. Ana kompyuter yongan. Hozir kran o'chgan turibdi, ustanovkaga ham emas ana. Просто masalan nastroykani ko'rsatish uchun video qilaman. Kompyuterni yoqqanlaringizdan keyin ana bu motorni оборотini ko'rsatadi. Mashinani yoqqan paytlaringiz shu 850 оборотga bo'ladi doim motorning обороты. Bilasizlar, kabinkaga o'ra tabloga ko'rsatadi gradusni, kuratnikka ham ko'rsatadi. Kranchini kuratnikiga ham ko'rsatadi. Ana 60 gradus. Suvni gradusi bu antifrizniki. Bu motorni moyi, motor davleniyasi bu. Buni ham ko'rsatib turadi. Bunisi maksimal tonna. Necha tonna maksimal eng ko'p ko'tarib biladigani bu hozir necha tonna ko'tarib turganini ko'rsatadi. Xo'sh, aytib o'tganimda yana bunisi ana stirlarning uzunligi. Bunisi stirlarni uchidan to yergacha bo'lgan balandlik. Bunisi uzoqlik, ana shu men o'tgan joydan kuratnikdan to stirlarning uchigacha bo'lgan masofa. Yukkacha bo'lgan masofada. Ana bunisi ana gradusi stirlarning ana silindrni, ana bu silindrning gradusi bu. Stirlarning gradusi. Ana bu zapasovka, katta gakniki bu, katta gakniki. 4 talik turibdi. 6 talik bo'lsa 6 talik qilinadi. 10 talik bo'lsa 10 talik qilinadi, 8 talik bo'lsa 8 talik qilinadi. Kompyuterdan taxlanadi bu ham. Bu esdan chiqmasligi kerak. Xo'sh, ana bu konsolini ko'rsatib turibdi hozir. Ограничитель, tosh. Bilsangizlar, tosh bo'ladi. Stirlarga borib urilmasligi uchun konsolnik o'sha ko'tarib turibdi. Ko'tarsa zinachi ko'rinadi bu yerda. Bu hozir kres, kompyuterni o'chgan holga turgani uchun zinachi ko'rinib turibdi bu yerda. Bu yerda stop degan ishlamadi deyapti. Chunki 200% xavfli deb turibdi-ku. Shuning uchun stop deb turibdi. Bunisi hozir nastroykaga qo'yilgan. Ana shu nastroykadan hozir boshqa nastroykaga o'tkazamiz. Men sizlarga shuni ko'rsataman. Ana bu yerda yil, oy, kun, sana, soat hammasini ko'rsatadi. Hammasini ko'rsatadi. Xo'sh, ana endi ana buni ko'rib turgan bo'lsangizlar, F1, F2, F5 gacha knopka bor. Birinchiga kiramiz. F1 ni bosamiz. Ana настройка рабочего состояния deyapti. Ana рабочее состояние. OM. Hozir ko'rdingizlar-ku, ana bitta arqa qilamiz. Mana. Ana shu настройка, ana shu F1 ga bo'ladi. Birinchisi bosasizlar. Mana bitishgani bosasizlar keyin ana 0001 ga turibdi. Настройка рабочего состояния. Zapasovkasi 4 talikka turibdi. Buni o'zgartirish kerak bo'lsa, stirlar основнойga turibdi. Ana. Hozir buni o'zgartiramiz endi. Bitta arqa chiqamiz. Ana bu yerda zapros bor. Zapros uncha muhim emas. Bu o'sha hozir kirib ko'rsataman ha. Ana sistemni informatsiya zaprosi deyapti, zapislar deyapti, funksiya поворota deyapti, поворотni so'zlash funksiyasi, запрос данные deyapti, проверка поворота, tekshirish, вид неисправности, состояние оборудования deyapti bu ham. Bular uncha muhim emas. Sizlarga основноylarni ko'rsataman o'zi. Kalibrovka bizga muhim bo'ladi. Kalibrovkaga o'tamiz. Ana. Kalibrovka bu degani tonnalarni to'g'ri ko'rsatadi, stirlarning uzunligini, hammasini to'g'rilashib bo'ladi bu. Lekin bu hamma kran ham kodga bo'ladi. Buni kodini men bilmayman. Buni kodni ochgandan keyin to'g'rilab moslab olinadi. Общая откладка,
Atlatka. Hammasi parolga bo'ladi bular. Parolni bilmayman. Kalibrovka и оборудование. Oldu. Kiraylik qani? Tekshir Google gradusni aytibdi bu. Bular hammasi sozlangan turibdi-da. O'sha uchun koordinata защита deyapti. Bunga ham kirib ko'rsataman o'zi. Mana. Bu hammasini noldan turib taxlasa bo'ladi. Lekin bizga hammasi taxlangan, o'sha uchun tegmayman. Buzilib qolishi mumkin, nastroykasi keyin azob beradi. Xullas bera tilni bor, tilni tanlasangiz bo'ladi. Inglizchami, xitoychami, ruschami. Настройка времени, vaqtni nastroykasini taxlaysizlar, vaqt to'g'rilaysizlar, o'zi xato bu. Настройка яркость, ekran yarkisini taxlaysizlar, настройка измерение. Buni men ishlatmaganman, buni bilmayman. Konfiguratsiya оборудования. Buni ham bilmayman. Test portov degan ekan. Настройка восстановления deyapti. Biron nima sibros berayotgan paytlaringiz bir nima bo'lgan payti восстановление qilib o'sha настройкani qaytib yuklab olasizlar-da, ana shu. Настройка datchikov, datchiklar настройкасы. Bu ana konsolning datchigi, stirlarni, padni, xullas поворотni, joystiklarning datchigi ana shularni настройка qiladi. Qo'yish. Vibor rejimi поворota. Поворотный rejimi bu. A M Буфер A M Rekomendatsiya по эффектности. Spravka. Bu ham jo'zi muhim emas. Konferensiya anon qilsak, bu ham mana. Bu ham tonnalarni ko'rsatyapti ana. Spravka. Xullas ana shu, hozir bunga kirdim. Buni ham ko'rsatdim sizlarga. Ana kiramiz. Tekshiramiz. Bu o'sha bitta 0101 rejimga turibdi bu. Baland past qiladigan ekan. Xullas ko'p narsasi yo'q. Kompyuterni ana shu kirasizlar, bitta настройка, ana shu yerdan настройка qilib o'zlariga to'g'rilab olasizlar. Unchalik qiyin emas. Ruschani bilgan odamga osonga tushunib, taxlab настройкani moslab o'ziga yarasha ketaveradi, to'g'rilab. Boshqa qiyin joyi yo'q. Ya'ni hozirgi zamonda ko'pchilik ruschani biladi degan umiddaman. O'sha uchun oson bo'ladi ruschani bilsangiz. Bilmaganlar maslahatim ruschani o'rganinglar. Tomog'im og'rigan ozgina shu. O'tib qirib olibdi. Yaxta suv ichganmi? Xullas ana shunaqa gaplar. Bugungi mavzumizni aytmoqchi edim, mana shu edi. Ko'p unaqa chuqur kirib ketadigan joyi ham yo'q. Aytganimda. Shunaqa gaplar. Bugun ana 1 soat ishladim. Keyin hozir ish yo'q. O'tiraman betgacha. Hozir chiqib ketsam nasib bo'lsa, bu yoq kun o'tsin, abetdan keyin ish bo'lsa ishlaymiz, bo'lmasa yo'q. Yana bir smaska qilib chiqish kerak. Smaska qilishni sizlarga faqat sirlarni ko'rsatdim. Lekin smaska qilinadigan joylarni ko'rsatdim. Lekin men sizlarga smaska qilib ko'rsatganim yo'q, shpris bilan ana shu tavatlikda joylarini ko'rsatganim yo'q. Smaska qilgan kuni men shprisni ham hammasini ko'rsataman, qanday smaska qilinadi. Xadavoylar bilan yana bir stirlarni qilishim kerak. Kelib ketgan Sharof aka, bir o'zim ishlayapman. Xullas ana shunaqa gaplar, jigarlar. Like, podpiska bosib, podpishka qilib turinglar. Video qo'yib boraman. Iloji boricha sizlarga foydali bo'layotgan videolarni. Sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa xursandman. Ishlarga omad, charchamanglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar jigarlar. Hammaga rahmat.